Yana nimaga chaqirding, palakat? Sendan ajrashib ham qutuladimi odam? Uylanmoqchi ekansiz. Opang sizga qiz qidirayotgan ekan. Sanga nima? Uylanamanmi? Boshqa qilamanmi? Oyim, opam suvchilikka borayotgan joylarga borib, tuhmatlaringni yog'dirib, yo'q qildirib yuborsan-ku. Ajab qimmat. Xo'p qimmat. Meni baxtsiz qildingmi? Sen ham baxtli bo'lishga haqqing yo'q. Sansirama, tilingni uzib olaman hozir. Baribir senga qaytmayman. Ko'nglim butunlay sovigan sendan. Yaxshilikcha shu bolalarimiz uchun odamlarga o'xshab ajrashaylik. Nima desang qilib beraman. Bolalarim uchun uy ham olib berdim. Meni tinch qo'y endi. Yo'q. Faqat o'lsanggina tinch qo'yaman. Seni uylanishingga osongina qo'yib qo'ymayman. Tilingni sug'urib olish kerak seni. Seni uydan birov haydagani yo'q. Mana shu it fe'lingga chidab yashadim. Oxiri oyimga qo'l ko'tarib ketding o'zing. Ahmoq, nima xohlayapsan yana? Aytdim-ku. Seni o'lib o'lguncha tinch qo'ymayman. Meniki bo'lmas ekansan. Boshqasiniki ham bo'lmaysan. Tushundingmi? Hech qachon baxtli bo'lmaysan. Odam bo'lmaysan sen. Sen sog' emassan. Qo'lingdan nima kelardi? 10tasi qizini bermasa 11-sini beradi.